Akalar, bozordagi yagona nomerali Nexia 2 qaysi mashinaga o'xshab qolibdi? Ko'rishlaringiz mumkin. Polniy tuning qilingan ekan. Oq, qora kombinatsiya qilingan, diskalari qo'yilgan. O'ta tanag'idan. Aka, yil nechi buni? Aka, yil nechi edi? 11. 294 ming yurgan, shumkalar qilingan, laset dina tomlarigacha yuksalar yonadi. 295 ming yurgan akalar. Motordan ko'rsatib ketamiz, 1.6 motorda. Polniy shumkalar qilingan. Balonlar zo'r holatda, lasetti sidina, lasetti rullar qo'yilgan. Ichki salon holatlariga bitta baho berasizlar akalar, monitorlar. Lekin o'ta zo'r holatda turibdi mashinamiz. Qiziq ishga qilingan ekan-da aka bu. Polniy shumka qilingan. Motor hadoy korobkasi ham shu. Minishga tayyor. Tayyor, asfalt yo'q, minadorlar. Qayta jihozlari urilgan. Qayta jihozlar qilingan. Pulni qancha qilib beramiz aka buni? Pulni 5000 ga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz. 5000 ga berilgan yo'q. Qo'shilsa kelchamiz. Lekin Navro'tiga ham ancha pul ketgan bo'lsa kerak ekan buni. Ishlarni ham oling, lasetti dinlar. Ishlarni ko'rsatdik, pulni xudo olsa qiziq ishga qilingan ekan. 5000 ga qo'shilsa kelchamiz. Varianti ham bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqd pulga. Bank beraveramiz. Partiyalar bo'laveradi. Qanday mashinalarga partiya qilaveramiz aka? Shu devolarga. Devolarga. Xohlaganda kimda bo'ladi? Xohlagani bo'ladi. Telefon raqamlari aka? 33lik 33lik 668 668 8780. 87 80 yo'lga chiqsa, qayerda mashinasi? Shu avvaldik. Avvalda mashinasi kelar bemalol chiqsa, lekin o'ta tiniq holatda. Lekin ichkarilarga aka vashi gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol chiqsa 5000 ga qo'shilsa beramiz deb aytishmoqda. 5000 dollarga berishmayapti akalar.